O'tgan videoda biz graduslar haqida gapirgandik va juda ham ko'pchilik savol berdi. Nimaga gradus aynan 360 ta? Buning sababi ikki xil. Bittasi tarixiy, ikkinchisi matematik. Tarixiy qismini juda ham qisqa eslatib o'tamiz. Sababi shundaki, qadimgi bobilliklar biz 10lik sanoq tizimi asosida yashasak, ular 60lik sanoq tizimi asosida yashashgan. Aynan mana shu uchun ular doirani 360 bo'lakka bo'lishgan. Agar graduslarni 360 bo'lakka bo'lish eskilik sirqiti bo'lsa, nimaga bu urf haligacha ham mavjud? Nimaga olimlar doiradagi graduslar sonini 100 ta qilishmagan? Sababi oddiy arifmetika va dangasalikka borib taqaladi. Biz graduslarni 100 ga bo'lganimizda edi, biz 100 soni bilan ish yuritardik. 100 sonining atigi 9 ta bo'luvchisi mavjud. 360 ning esa 24 ta qoldiqsiz bo'luvchisi mavjud. Agar 100 gradus bilan ish yuritayotganimizda edi, masalan doirani 3 ga bo'lganimizda yoki 6 ga yoki 12 ga bo'lgan paytimizda mana bu betartib sonlarni qarang, bular bilan ishlash nihoyatda noqulay. Gradusning 360 ga bo'linganda esa 3 ga, 6 ga yoki 12 ga bo'linganda qarang, qanday chiroyli sonlar chiqyapti. Ular bilan ishlash qulay. Bu yerda hech qanday kasr sonlar mavjud emas. Aynan mana shu uchun olimlar haligacha doirani 360 bo'lakka bo'lib, uning har birini gradus deyishadi.